Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, Taraqqiyot va ta'lim podkastining muxlislari, yana sizlar bilan diydorlashyapmiz. Yana sizning huzuringizda hisobotga, muloqotga tayyorgarlik ko'rish uchun shoshilyapmiz. Qadrli do'stlar, bilasiz, biz asosan iqtisodiyot mavzuidagi suhbatlarimizni sizning hukmingizga havola qilganmiz. Bu galgi suhbatimiz bu an'anamizga biroz to'g'ri kelmaydi. Bu galgi suhbatimiz bizni qadimiy madaniy merosimiz hisoblangan, katta ma'naviy tog'larimiz hisoblangan folklor, ya'ni xalq og'zaki ijodi mavzusiga bag'ishlamoqchimiz. Mening suhbatdoshim filologiya fanlari doktori, professor, taniqli olim Jabbor Eshonqulov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz bugungi podkastimizga va siz o'ylaymizki, bizni suhbatlarimizni, sizning ishtirokingizdagi suhbatlarimizni bizni muxlislarimiz qiziqib bo'lsa kerak. Endi ular o'ylashlari mumkin, nima uchun bu gal folklor, ya'ni xalq og'zaki ijodiga murojaat qilinyapti? Sababi nima degan savol bor-da. Keyin shundan kelib chiqib sizni fikrlaringizni eshitsak. Xalq og'zaki ijodining iqtisodiyotga, umuman hayotga ta'siri qanaqa? Nima uchun biz bu xalqimizning ma'naviy merosiga chuqurroq va jiddiyroq kirishimiz kerak, ayniqsa yoshlarimiz. Shundan kelib chiqib marhamat fikr aytsangiz. Oliy ta'lim tizimida xalq og'zaki ijodining o'rni qanday bo'lishi kerak degan savol bilan birinchi sizga murojaat qilmoqchimiz. Marhamat. Endi Ro'zibay aka, men faqat folklorshunos bo'lganligim uchun emas, o'zi umuman men nazarimda bu mamlakatimizda yashayotgan har bir fuqaroning tug'ilganidan tortib hayotining so'nggi kunigacha bevosita folklor bilan aloqador. Shuning uchun mening nazarimda mavzuning tanlanishi bejizga emas. Chunki oliy ta'limda o'qiydimi, boshqa sohada o'qiydimi, boshqa yerda faoliyat yuritadimi, ularning hayoti folklor bilan bevosita bog'langan. Albatta. Garchi o'zini o'sha men folklorga begonaman, folklorni tushunmayman, folklor haqida tasavvurim yo'q deb o'ylagan odamlarning hayoti mana shu milliy qadriyat bilan, folklor jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Chunki tug'ilganidan tortib o'smirlik payti, ulg'aygan payti, hayotining butun hayotiy jarayonlarida unga folklor hamrohlik qiladi. Uning qonida, genida, tushuncha, tasavvurlarida folklor yashaydi. Uning dastlabki bilimlari shu folklor bilan shakllanadi. Shu onasini aytgan allasidan tortib, erkalashlaridan tortib, yaqinlarini shu aytgan so'zlaridan tortib, hammasi aslida folklor. Folklor bu bizni kiygan kiyimimiz, yegan taomimiz, aytayotgan so'zlarimiz, eshitgan o'sha qo'shiqlarimiz, yo o'zimiz ijro qiladigan qo'shiqlar, maqollar, matallar, bularning hammasi bizni ongimizni, tafakkurimizni, tushunchalarimizni shakllantiradi. Boshqacha aytganda, folklor bu odamda o'sha tug'ilishdan tortib dastlabki o'sha hayot haqidagi, olam haqidagi tushunchalarni shakllantiradigan juda katta bir bilim deb olishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan olib qoladigan bo'lsak, folklor bizni hayotimizni hamma tomonini qamrab olgan ekan. Folklor hayotimizni o'sha ilk bosqichidan boshlab hayotimizni so'ngigacha o'sha biz bilan hamrohlik qilar ekan, ta'lim tizimiga begona bo'lishi mumkin emas. O'sha bolalik paytimizdan, bog'chaga borgan paytimizdan, maktab davri va oliy ta'limda ham bu narsaga alohida urg'u beriladi. O'zingiz yaxshi bilasiz, bizda o'sha folklor ta'limi alohida o'sha maxsus yo'nalishlarda, ayniqsa filologiya yo'nalishlarida ta'lim tizimida o'qitiladi, alohida maxsus predmet sifatida alohida e'tibor beriladi. Ayniqsa bir narsani urg'ulashim kerak, so'nggi yillarda folklor san'atiga alohida ahamiyat berilyapti. Mana ko'plab o'sha qarorlar, farmonlar chiqarilyapti va bu chiqarilayotgan farmonlar birinchi navbatda shu folklor san'atini asrab avaylab qolishga urg'u berayotgan bo'lsa, ikkinchi bir jihat shuni kelgusi avlodlarga bisbutun holda yetkazish. Bunda albatta ta'limning o'rni juda ham katta. Chunki mana shu merosni asrab avaylashda o'sha yoshlarning o'rni, o'sha oliy ta'limda ta'lim olayotgan o'sha birinchi navbatda mana shuni mohiyatini anglash kerak. O'sha ta'lim tizimidagi o'sha filologiya yo'nalishida bo'ladimi, boshqa yo'nalish, shu folklor san'ati, xalq og'zaki ijodini mohiyatini anglash kerak. Uni o'sha ayniqsa o'sha filologiya yo'nalishida ta'lim olayotganlar yaxshi biladi, uni qanday yozib olish jarayonlari, qanday o'sha tasniflash jarayonlari, qanday tadqiq etish jarayonlari bilan tanishadi va uni kelgusi avlodga bisbutun holda qanday yetkazish haqida, masalan, deylik,
dastlabki tajribalarga ega bo'ladi, ilmiy nazariy bilimlarga ega bo'ladi. Shuning uchun bu yo'nalishda olib borilayotgan ta'limda urg'u birinchi navbatda shuni mohiyatini anglatishga qaratilgan. O'sha folklor san'ati, yana bir narsani alohida urg'ulashim kerak. Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan birinchi marta O'zbekistonda, boshqa bir hech qaysi mamlakatda yo'q, baxshichilik yo'nalishi alohida maxsus yo'nalish sifatida tashkil qilingan. Buni alohida urg'ulab o'tishimiz kerak. Mana o'sha Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'at institutida baxshichilik san'ati alohida bir yo'nalish sifatida ta'limda, oliy ta'limda tashkil etildi. Bu yerda o'sha bakalavriat yo'nalishida, o'sha magistrat yo'nalishida talabalar ta'lim olyapti va bu yerda boshqa o'sha yo'nalishlardan farqli bir jihati bor, O'ziboy aka. Bunda o'sha folklorshunos olimlar bilan bir qatorda o'sha shu yo'nalishda ta'lim olayotgan talabalarga o'sha dongdor baxshilar, O'zbekiston xalq baxshilari, o'zini maktabiga ega bo'lgan, yo'nalishiga ega bo'lgan o'sha mashhur baxshilar kelib dars o'tadi. Jonli ijro holatida o'tadi bu darslarda. Ya'ni bu o'zingiz yaxshi bilasiz, mana dostonchilik san'atini, ayniqsa o'zbek xalq dostonlari ijro san'atini bu masalan kitobda o'rganib bo'lmaydi baxshilar. Bu jonli ijro holida avloddan avlodga o'tish kerak. Mana shuni yosh avlodga, shu yosh baxshilarga bunday deganda jonli ijro holatda o'rganadi va jonli ijro holatida ular ijro etadi va jonli ijro holatda kelgusi avlodga meros qoldiradi. Shuning uchun aytish mumkinki, bu xalq og'zaki ijodi shunchaki bir o'tmish merosi emas, bugunning ham merosi. Va bugunning merosini biz kelajak avlodga qanday qoldirishimiz mana shu ta'lim tizimida olib borilayotgan o'sha islohotlarga bevosita chambarchas bog'liq. To'g'ri. Mana o'zidagi haqiqatan ham bizni hayotimiz o'sha xalq og'zaki ijodi bilan xohlaymizmi yo'qmi, tug'ilganimizdan qabrgacha bo'lgan barcha jarayonlarda bog'liqda. Aytdik, tug'ilganda bizni onalarimiz allasi, undan keyin bizni ajdodlarimiz bekorga yig'ilib olib, shu xalq og'zaki ijodidan bog'liq dostonlarimizni katta davralar gurung qilib aytib bermagan. Buni ahamiyati katta, lekin bugungi kunda endi ayrim odamlar o'ylaydi-da, bugungi oliy ta'lim ma'lum bir kasblar bo'yicha mutaxassislik beradi. Bu bizni xalq og'zaki ijodimiz unga mavqei o'rni qanaqa, taraqqiyoti qanday bo'lishi mumkin? Ma'lum bir sohani rivojlantirish bilan bog'liq ta'limdan tashqari yana bu xalq og'zaki ijodini qo'shish nima bizga beradi? Yoki bizni milliy qadriyatlarimizga yoshlarimiz muhabbatini oshiradimi? Yoki zamonaviy bilim bilan bugungi milliy qadriyatlarni mutanosib o'rganishga yordam beradimi? Ularni haligi o'rtasidagi muvozanatni qanday ta'minlaydi degan savolim bor-da. Shundan kelib chiqib bir og'iz fikr aytsangiz, haqiqatda bugungi endi oliy ta'lim aytganimizda faqat bir ma'lum bir kasbga yo'naltiradi, lekin xalq og'zaki ijodini unga qanday bir foydasi, ta'siri, ijobiy jihatlari bor degan savol tug'iladi-da. Men bir ikkita misollarda aytay. Birinchi jihati o'sha so'nggi yillarda faqat bizda emas, o'sha dunyoning eng yetakchi mamlakatlari, bu masalan deylik o'sha Koreyani olishimiz mumkin, Yaponiyani olishimiz mumkin, Xitoyda yoki bo'lmasa Amerikadagi, Yevropadagi bir qancha mamlakatlarda adabiy jarayonlarni olaylik. Adabiy jarayonlarda folklorga qaytish yuz berdi deb aytishimiz mumkin. Shu yaratilayotgan yangi adabiyot namunalari folklor o'sha manbalariga suyangan holda yaratilyapti. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati mana shu Yaponiyadagi, boshqa yerdagi, o'sha Yevropadagi eng rivojlangan Germaniya kabi mamlakatlarga yoki menga so'nggi yillarda Turkiyadagi olib borayotgan islohotlarga qaraydigan bo'lsangiz, folklorga alohida ta'lim tizimida, folklorga alohida urg'u berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu nima uchun? Bejizga emas. Chunki bugungi kundagi zamonaviy bilim deganda biz birinchi navbatda o'sha xorijiy tillarni bilish bilan bir qatorda, zamonaviy texnikalarni bilish bilan bir qatorda bu o'sha o'zi mansub bo'lgan xalqni milliy qadriyatlarini, an'analarini va birinchi navbatda tilni qay darajada bilish bilan bevosita bog'liq. Buni yaponlar juda yaxshi namuna qilib ko'rsatdi maktabda, oliy ta'limda masalan deylik. O'sha bilim bugungi kundagi o'sha zamonaviy o'sha bilim o'zini ona til bilan chambarchas bog'liq ekanligiga alohida urg'u beryapti. Chunki tafakkur til bilan bevosita bog'liq jarayon. Biz masalan deylik bugun farzandlarimizga xorijiy tillarni o'rgatishga qanchalik harakat qilayotgan bo'lsak, zamonaviy texnikalarni qanchalik o'zlashtirishga harakat qilayotgan bo'lsak, lekin birinchi navbatda buni zaminida o'zini ona tili turishi kerak. Ona tilini mukammal bilgan, mukammal o'zlashtirgan, xorijiy tillarni bilsa, u juda yaxshi o'sha natijalarga erishish mumkin. Zamonaviy texnikalarni o'zlashtirishda ham, xorijiy tillarni bilishlarda ham va kashfiyotlar qilishda ham. Ular qarayotgan bitta nuqta borki,
bu xalq og'zaki ijodi namunalari, har bir xalqning milliy qadriyatlari bu birinchi navbatda bilim degani. O'zingiz ham yaxshi bilasiz, o'sha maqollarimizdan tortib, ertak dostonlarimizda bitta narsaga alohida urg'u bergan, ta'limga, tarbiyaga va bilimga urg'u bergan. Shu qahramonlar erishadigan har qanday yutuq bu birinchi navbatda bilim bilan, tafakkur bilan bog'langan urg'u bergan. Bu yerda qaysidir darajada kuchga urg'u berganday tuyuladi, lekin kuchga urg'u bermaydi bu yerda. Bu yerda asosan bilimga urg'u beriladi. Shu nuqtai nazardan, mening nazarimda bugungi zamonaviy bilim deganda shu o'zining qadriyatlarini, birinchi navbatda o'zini ona tilini chuqur o'zlashtirgan holda dunyoga yangicha bir nigoh bilan, yangicha bir tafakkur bilan qarayotgan biz yoshlarni ko'rishimiz kerak. Shuning uchun buning dunyoni o'zgartiraman, dunyoga o'zimning bir hissamni qo'shaman, yangi bir kashfiyotlar yarataman degan har qanday o'sha intilayotgan yosh o'sha talaba bo'lsin, tadqiqotchi bo'lsin, soha mutaxassisi bo'lsin, uning suyanadigan asosiy narsasi bu uning ona tili, milliy qadriyatlari, an'analari va birinchi navbatda folklor namunalari bo'lishi kerak. Folklor bu shunchaki badiiy so'z san'ati namunasi emas, millatning tarixi, tafakkuri va butun o'sha xalqini o'sha tarixiy jarayonlarni o'zida aks ettirgan, o'sha unga o'sha mansub bo'lgan o'sha insonga kuch, quvvat beradigan bir manba, meros deb qarashimiz kerak. O'zingiz yaxshi bilasiz, men Alisher Navoiyning Muhokamatul Lug'atayn bor. Muhokamatul Lug'ataynda o'sha o'zini ona tiliga juda katta urg'u bergan, muhabbat bor shu yerda. Va mening nazarimda Navoiyga o'xshagan allomalarga shunday meros bir yaratishida, shunday bir ilmga ega bo'lishida, shunday meros yaratishda u suyangan birinchi navbatda o'zini ona tili, milliy qadriyatlari, an'analar, shundan olgan quvvat. Mening nazarimda bugungi yoshlar ham eng muhim bir xulosaga kelish kerakki, bugun iste'molchi emas, yaratuvchi bo'lish kerak. Yaratuvchi bo'lish uchun albatta o'zini ona tiliga va milliy qadriyatlariga suyanish kerak. Bu juda katta bilim, juda katta xazina va shuni masalan deylik, kelgusi avlodga haliga deydi bus-butun holda meros qoldirish kerak. Bu bilim, tajriba, ko'nikmalar hammasi avloddan avlodga bir ham haliga yozma tarzda, ham og'zaki tarzda yetib boradi. Mana bugun o'zingiz yaxshi bilasiz, mamlakatimizda o'sha baxshichilik san'at an'analari bugungacha saqlanib qolgan. Baxshilar dostonlarimiz ijro qilib kelyapti. Shunday. Ertaklar aytilgan namunalari bor. Xalq qo'shiqlari ijro qilinyapti. Mana shular bunday deganda juda katta xazina. Men o'sha dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lishga to'g'ri keldi. Lekin ularda juda ko'p mamlakatlarda folklor san'at deyarli so'nib bo'lgan. Bizda mana shu o'zimizda, mana deylik, o'sha Turkiya xalqlarida, yonimizda qardosh xalqlarda, qo'shni xalqlarda bu folklor san'ati saqlanib qolgan. Va bu juda katta bir meros sifatida, bir xazina sifatida qaralishi kerak va mening nazarimda yoshlar o'sha ta'limda mana shunga alohida urg'u berish kerak va bu yo'nalishdagi tadqiqotlar chuqurroq olib borilishi kerak. Men bitta narsaga alohida urg'u berganman, ana shu filologiya yo'nalishidagi o'sha ta'lim olayotgan talabalarda qaysiki kursda folklor darsi yaxshi chuqur o'rgatilgan bo'lsa, o'sha bolaning o'sha o'zlashtirishi juda ham yaxshi. Va dunyo qarashi ham, dunyoni anglashi ham, xorijiy tillarni bilishi ham mening nazarimda juda yaxshi natijalarni bergan. Shuning uchun mening nazarimda folklor darsini faqatgina o'sha deylik filologiya yo'nalishida emas, boshqa yo'nalishlarda ham haligi olib kirish kerak deb o'ylayman. Chunki folklor san'ati faqatgina biz o'ylaganimizdek filologiya yo'nalishida o'rganiladigan bir san'at namunasi emas, balki shu vatanda yashayotgan har bir fuqaro bilishi, anglashi kerak bo'lgan bir meros deb bilaman. Chunki o'zbek xalqi qanday xalq degan savolga javob berish uchun, uni anglash uchun Alpomushga o'xshagan dostonlarda, Go'rg'ulga o'xshagan dostonlarda bizni allalarimizni, qo'shiqlarimizni, maqol matallarimizni bilish kerak, his qilish kerak. Shunday, buni bugun o'zingiz aytyapsiz. Global bir zamonda yashayapmiz. Kechagi dunyoga o'xshamagan yangi bir dunyoda yashayapmiz. Bu yangi dunyo degani odamzodning huzuriga, odamzodning oldiga kutilmagan muammolarni qo'yapti. Bu kutilmagan muammolar iskanjasidan qanday chiqib ketamiz degan savol baribir xohlaymizmi yo'qmi? Bizni o'tmishimizdagi ma'naviy merosimizdan yechim javob olishga
qandaydir ehtiyoj bor-da. O'zi aytyapsiz-ku, yaponlar yoki boshqa rivojlangan mamlakat xalqlari nima uchun o'sha xalq og'zaki ijodiga bir necha ming yillik ma'naviy merosga murojaat qilyapti. Demak, bu bizni bugungi global murakkab zamonda ham, keyingi kelgusidagi ishlarimizga ham yordam beradi. Mana bugun ilmiy tadqiqotlarda ko'plab yosh olimlar asosan xorijiy tadqiqotlar manbalariga murojaat qiladi, bilasiz. Endi mana biz ishlarimizda ham esa xorijiy folklorshunoslik bilan bir qatorda o'zbek xalq eposlari, etnografiyasi va milliy manbalarga ham keng o'rin berilganini ko'ramiz. Ilmiy tadqiqotlarni agar nazarda tutib o'tkazsak, shu narsalarga guvoh bo'lamiz. Shu bilan birga so'ramoqchiman, milliy manbalarni zamonaviy ilmiy metodologiya asosida tadqiq etish bugun qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Va o'zbek folklori, etnografiyasi xorijiy olimlarni qiziqishini qay darajada o'ziga tortyapti? Masalan, xorijiy olimlar ham aytdingiz-ku boshida, bizni shu xalq og'zaki ijodimizga qiziqishlari ortishining sababi nimalar bilan bog'liq? Buni sabablari ko'p. Birinchi sababi, Ro'zibay aka, mana biz aytdik, mamlakatimizda so'nggi yillarda folklor san'atiga juda katta e'tibor berilyapti dedik. Mana 18-yildan buyon o'sha xalqaro baxshichilik san'ati festivallari bo'lyapti. Birinchi yil 19-yilda bo'lib o'tdi Termizda, keyingisi Nukusda bo'lib o'tdi, Sirdaryoda bo'lib o'tdi, mana 25-yilda o'sha Xivada bo'lib o'tdi, xalqaro baxshichilik san'ati festivali. Buni asosiy sababi, mohiyati nimadan iborat edi? Shu qadimdan kelayotgan shu baxshichilik san'atini asrab avaylash va kelgusi avlodga butun holda o'sha yetkazish masalasi. Shu bizni o'sha san'atimizni dunyoga masalan deylik taqdim qilish bilan bog'liq masala edi. Shu xalqaro baxshichilik san'atini festivaliga kelgan juda ko'p shu olimlar, mutaxassislar, o'sha doston ijrochilari, bu baxshilar, oqinlar, jirovlar bo'lsin, shu san'atni kelib ko'rayapti. Birinchi jihati shu san'atga bo'lgan bizning mamlakatimizda e'tibor. Yaratilib berayotgan shart-sharoitlar. Ikkinchi, shu san'at eng muhim jihati mening nazarimda, shu san'atni bugungi kunda jonli ijro holatida saqlanib kelayotganligi. Bu hamma yerda ham yo'q bu narsa, chunki so'nib bo'ldi juda ko'p joylarda. Bu san'atni shu jonli ijro holatida, ya'ni jonli holda, tabiiy holda saqlanib kelayotganligi. Va bitta narsani faxr bilan men alohida aytishim kerak, mana shu so'nggi yillarda olib berilayotgan juda katta e'tibor tufayli, o'sha qarorlar, farmonlarni ijrosini ta'minlashga qaratilgan o'sha chora-tadbirlar rejasi tufayli juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Birinchi, o'sha xalq og'zaki ijodi namunalari chop qilinyapti. Mana mamlakatimiz rahbarining o'sha tashabbusi bilan Bishkekda bildirgan takliflar asosida o'sha Turkiy davlatlar tashkilotida bu tashabbus qo'llab-quvvatlandi va shu tashabbusning natijasi o'laroq Turkiy Xalqlar madaniyat va merosi fondi Bakuda o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan chop qilinayotgan o'sha rejalashtirilgan Turkiy xalqlar folklor namunalarining ko'pchiligi nashrga kirishdi. Nashrga tayyorlash jarayonlari boshlandi. Bu o'sha o'tgan yili birinchi marta o'sha birinchi jildi nashr qilindi. Birinchi jildi UNESCOning o'sha Samarqandda bo'lib o'tgan mashhur o'sha sessiyasida taqdimoti qilindi. Mana shu kitob o'sha mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan o'sha chop etilayotgan Turkiy xalqlar folklori namunalarining dastlabki jildi. Bu jildda o'sha prezidentimiz so'zboshisi bor, Turkiy xalqlar madaniyati merosi fondining raisining so'zboshisi bor va bu yerda so'zboshi izohlar bor va bu yerga qahramonlik dostonlari kirdi. Bu yerda Olpomish, o'sha Guruhli, Rustamxon, Murodxon dostonlari, bu hamma o'sha Turkiy xalqlar, masalan, Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi o'sha davlatlarda qahramonlik epos namunalari kirdi va bu yerda o'sha izohlar, lug'atlar, o'sha so'zboshilar 3 tilda berilyapti, asliyat tilida, turk tilida va ingliz tilida va oxirida o'sha doston ijrochilarining ijro jarayonlari qo'rqot bilan berilgan va buni jild ustida keyingi ishlar yana davom etyapti. Men nazarimda juda chiroyli bir muhtasham nashr bo'ldi. Juda go'zal bo'ldi. Bu o'sha barcha Turkiya davlatlariga tarqatilyapti va ikkinchi jildida bu o'sha bizni o'sha romanik dostonlarimiz, keyingi jildlarimizda ertak afsona rivoyatlarimiz, keyingi jildlarda o'sha latifalar, maqollar, matallar, ya'ni folklorda butun haligi janrlari qamrab olish nazarda tutilgan. Buni muhim ahamiyati nima? Muhim ahamiyati birinchi marta
turkiy o'sha xalqlar folklor namunalari yaxlit bir ko'p tomlik ko'pchilik sifatida nashr qilindi. Birinchi marta. Shu paytgacha turkiy xalqlar folklor namunalari ko'pchilik holda nashr qilinmagan. Birinchi marta nashr qilyapti. Ikkinchi bir jihati bu o'sha saralangan holda nashr qilinyapti. Har bir o'sha doston namunalari bo'lsin, ertak, afsona rivoyat bo'lsin, qo'shiq, maqol, eng o'sha sara namunalari saralangan holda taqdim qilinyapti. Lug'at izohlari bilan ta'minlanyapti. Endi buni nashr qilinishi bundan keyingi amalga oshiriladigan ko'plab tadqiqotlar yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Bu Yaponiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, agar bu manba bilan tanish imkoniyati ega bo'lsa, bu matn bilan tanishadi, uni mohiyati bilan tanishadi, so'z bosh izohlar, lug'atlari bilan tanishadi va o'sha jonli ijro holatlari bilan ham tanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qaysidir darajada biz o'sha saqlanib kelayotgan merosimizni dunyoga ko'z-ko'z qilish, dunyoga targ'ib qilish degani eng juda chiroyli maqbul. Yana bir narsani alohida urg'ulashimiz kerak. Mana so'nggi yillarda Turkiy davlatlar o'rtasidagi o'sha hamkorlik aloqalari mustahkamlanib boryapti. Shu hamkorlik aloqalarini mustahkamlanishda folklor san'ati muhim o'rin tutadi. Bu o'sha Turkiy davlatlarda xalqlarni bir-biriga birlashtiriladigan bir ma'naviy makon sifatida alik qiladi. Bu Turkiy davlatlarning bunday deganda xazinasi. Bu o'tmishi, buguni va kelajagini o'sha ko'rsatib turadigan bir oyna deb aytishimiz mumkin. Shunga o'xshagan tadqiqotlar alohida haligi ahamiyatga ega deb o'ylayman. Yana bir jihat bor, so'nggi yillarda o'sha bizni o'sha folklor namunalarimizni xorijiy tillarga tarjima qilish masalasi alohida e'tiborga molik deb o'ylayman. Mana Germaniyada Karl Reichel o'sha o'zbek dostonlarini, qoraqalpoq dostonlarini o'sha ingliz tilida, nemis tilida chop qilib nashr qildi. Mana Koreyada o'sha Ing Yong O xonim o'sha koreys tiliga tarjima qilib chop qilyapti. Yaponiyada, Xitoyda masalan deylik va boshqa dunyo, Rossiyada, Turkiyada mana bir qancha o'sha dostonlar, ertaklar, qo'shiqlar, maqol namunalari nashr qilinyapti. Bu o'sha bizni folklor san'atimizga bo'lgan juda katta bir yuksak e'tibor. Yana bir narsa, bizni olimlarimiz olib borayotgan tadqiqot namunalari ham alohida e'tiborga molik. O'sha dunyoning ko'plab mamlakatlarida bizni olimlarimiz olib borayotgan tadqiqotlarga alohida haligi murojaat qilinyapti. O'sha yaratilayotgan tadqiqotlarda bizim olimlarimiz olib borayotgan tadqiqotlarga suyangan holda yangidan tadqiqotlar yuzaga kelishi zamin bu. Buni masalan Karl Reichel ijodi misolida, Ing Yong O xonim misolida, Koreyadagi masalan Hiroki misolida yoki bo'lmasa amerikalik olimlarning haligi tadqiqotlari misolida aytishimiz mumkin. Ya'ni ham folklor namunalariga, ham bizda yaratilayotgan tadqiqotlarga juda katta e'tibor, kuchli deb aytishimiz mumkin. Bu o'z-o'zidan yana bir narsani e'tiborga olib keladi. Ro'ziboy aka, mana so'nggi yillarda mana o'sha Turkiy davlatlarida shu folklor namunalariga suyangan holda chop qilingan namunalarga suyangan dasturlar yaratishga alohida urg'u berilyapti. Mana o'sha Turkiy davlatlarida, masalan Turkiyada, Ozarbayjonda, Qozog'istonda, Qirg'izistonda hamkorlikdagi o'sha dasturlar yaratish masalasi. Buni o'sha talabalarga, o'quvchilarga o'sha yetkazish masalalarida qator ishlar olib borilyapti. O'quv qo'llanmalar, dasturlar yaratilyapti. Mana o'zimizda ham mana o'sha qiyosiy folklorshunoslik nuqtai nazaridan, o'zbek folklori nuqtai nazaridan folklorshunoslikka kirish borasidagi bir qancha tadqiqotlar yaratildi. Bu ham o'sha so'nggi yillardagi o'sha yaratilgan mana shunga o'xshagan manbalarga suyangan holda amalga oshirilgan ishlar deb aytdim. Domla, demak bu bejizga emas, bu kabi o'ta noyob xalq og'zaki ijod asarlarimizni dunyoga yoyishimiz, bu o'zimizning ma'naviy merosimizni targ'ib qilish barobarida dunyo xalqlarining e'tiborini ham tortyapmiz. Demak, Turkiy davlatlar tashkilotining tashkil etilishi mana shu kabi xayr ishlarni amalga oshirish, Turkiy tilli davlatlar tashkilotini birda haligi mush bo'lib birgaligi birlashishi mana shu kabi katta ma'naviy merosimizni ham dunyoga yoyishga katta xizmat qilyapti. Mana hatto ayrim xalqlar bizga masalan yaponlar bizni Turkiy demasak ham ular o'zlarini keyinchalik ayrim nimalarni chiqishlarida biz Turkiy xalqlarga xosmiz degan iddaoli ham qilyapti. Bu bejizga bekorga emas, yaponlar juda aqlli xalq. Demak, yaponlar o'zlaridan ham aqlliroq bizning ildizlarimizni ko'rdi ular. Demak, bu bizning an'analarimiz, qadriyatlarimiz bu Turkiy xalqlarga yaqin ekan degan bir mehr muhabbat paydo bo'ldi ularning yuragida. Shundan kelib chiqib aytishimiz kerakki, bizni bugungi mana shu podkastimizni asosiy kuzatuvchilari, tomoshabinlari
bevosita iqtisodiyot, ya'ni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini professor o'qituvchilari va talabalari tashkil qiladi. Ular bizni ko'proq kuzatadi. Shundan kelib chiqib, ayrimlar aytganimizdek, bu iqtisodiyot bilan folklorni, xalq og'zaki ijodini birga yaqinlik joyi yo'q-ku, nega endi bu borada buna suhbatlar bo'lyapti degan e'tirozlama gaplar ham bo'lishi mumkin-da. Lekin bir qarashda bu bir-biriga begonadek ko'rinadi, lekin aslida hali siz suhbatni boshida aytib o'tdingiz, bu bevosita bir-biri bilan bog'liq. Ayniqsa, masalan, bizni Markaziy Osiyo xalqlarimiz hayot turmush tarzini kuzatadigan bo'lsak, masalan, yerga, mulkka, boshqa iqtisodiy qarashlarda bizni xalq og'zaki ijodiyotimizni ularda bizni o'shalarni qarashlarimizda bizni xalq og'zaki ijodiyotimiz aks etganini ko'ramiz. Masalan, suvga munosabatda bizni xalqimiz azaldan suvga juda katta muqaddas bir ne'mat sifatida qaraydi. Va bugun aytish kerakki, Markaziy Osiyoda, nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyoda suv muammosi kelib chiqyapti va shuning uchun suvni qadrlashda yoki boshqa tabiat atrof muhitni qadrlashda bevosita xalq og'zaki ijodimizdan foydalanib yoshlarimizni ongiga ularga nisbatan muhabbatni singdirishda folklorni, xalq og'zaki ijodining o'rni katta ekanligini anglayapmiz. Shundan kelib chiqib aytish kerakki, bugungi folklor va etnografik merosni o'rganishda bugungi iqtisodiy tadqiqotlarga qanday yangi bilim bera olishi mumkin. Masalan, folklorda bugungi iqtisodiyot universitetida o'qiyotgan talabalar yoki olimlar o'rganish natijasida ularga qanaqa yangi bir bilim yoki bir yondashuv bera olishi mumkin? Ro'zibek aka, men so'zim boshida aytdim, folklor hamma san'atlarida ibtidosi va hamma bilimlarda ibtidosi. Va jumladan shu iqtisodiy bilimlarda ham asosi. Biz folklorda o'rganayotgan birinchi navbatda tadqiqotchiga beradigan narsasi bu tafakkur, fikr, bilim va g'oyani beradi. Shu iqtisodda bo'ladimi, boshqa sohada bo'ladimi, yangilik yaratmoqchi bo'lsa, yangi fikr haligi paydo qilmoqchi bo'lsa, albatta shu manbaga suyanish kerak. Men o'sha folklorda men aytdim, hozir hayot bilan bog'liq, hayotimizni hamma tomonini qamrab olgan, hamma bilimlar mujassam deyapman. Jumladan iqtisod bilan bog'liq o'sha bilimlar ham. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz, ertaklarimizda, dostonlarimizda haligi sehrli raqamlar degan tushuncha bor. Ya'ni muqaddas raqamlar deymiz. Mana 1, 2, 3, 7, 8, 12, 40 hokazo masalandagilar. Bu muqaddas raqamlar hisoblanadi. Bu raqam haqidagi tushuncha o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Bu iqtisodiy tushuncha haqidagi tasavvurlarning dastlabki tushunchalari bu xalqdagi. Bu boyagi raqam o'z-o'zidan xalq miyasida o'zidan paydo bo'lmagan. Bu shu muqaddas faktordan o'tgan, xalqdan kelayotgan, ajdodlardan kelayotgan o'sha raqam bilan bog'liq tushunchalarida o'sha bunday deganda bizning dostonlarimizda ertaklar badiiy ko'rinishi bo'lsa, bu odamlarimiz tafakkurdagi aksi deb qarashimiz kerak. Mana o'sha nima uchun qahramonning oldidan 3 yo'l keladi? Juda ham muhim haligi. Va bu ayni paytda o'sha 3 yo'l bilan bog'liq tasavvurlarni singdirish bilan bir vaqtda o'sha 3 raqamini mohiyatini anglatishga xizmat qiladi. Raqam shunchaki raqam emas, raqamning ortida bir juda katta mazmun, mohiyat turgan, falsafa bor. Fikr turganligini, falsafa turganini anglatadi. Masalan, 7dan biri Xizr degan gapimiz bor. Shu dostonlarimizda ham bu ko'p ishlatiladi. Ko'p ishlatiladi. Masalan, 7 o'lchab 1 kes deydi. Nimaga 7? Shu yerda masalan deylik, mana haligi ba'zi bir haligi mana tovuqchilikni, boshqa haligilarda 7 xazinani biri deydi. Bu tushunchalar o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Xalqda bunday deganda iqtisodiy qarashlari, tushunchalari dastlab folklorda paydo bo'lgan. Men hatto boshqacharoq aytishim mumkin, Ro'zibek aka, sal haligi mubolag'ali bo'lib tuyulishi mumkin. Mening nazarimda folklorchilar o'sha samo jismlarini juda yaxshi kuzatgan, o'simliklar olamini juda yaxshi kuzatgan, hayvonot olamini yaxshi kuzatgan. Folklor namunalari mana 3 ta olam haqidagi tasavvurlari, odamning kechinmalari. Va ayni paytda mana shu samo jismlari, o'simliklar olami, hayvonot olami haqida tushuncha tasavvurlar o'sha belgilarni, raqamlarda kelib chiqishiga asos bo'lgan. Va o'sha dastlabki o'sha bizga mana imlo harflarimiz, mana raqamlar masalan deylik, shuni kelib chiqishiga haligi asos paydo bo'lgan. Yana bir muhim jihat aytishim kerak. Bizga o'sha ertaklarimizda mana uchar gilamlar keladi, oynay jahonlar keladi. Bunday degan tasavvur qiling, bu ertaklarda, dostonlarda yaratilgani u qadimgi davrlarga borib taqaladi. O'sha paytda oynay jahon haqida o'ylagan.
haligi uchar gilamlar haqida o'ylagan. Ya'ni bu yerdagi eng muhim oladigan bizning jihatimiz mana shu bilim bilan dunyoni o'zgartirish mumkin va bilim bilan hamma narsa qilish mumkinligi haqida. Bu yerda albatta insonning hayotda muhim bo'lgan o'sha iqtisodiy bilim, hayotiy bilim, huquqiy bilim, hatto men bir haligi xorijga borib ma'ruza qilishimizga to'g'ri keldi. Folklor namunalaridagi huquq bilan bog'liq o'sha tasavvurlarni qanchalik aks etganligi va meni o'zimni ham hayratga solgan narsa o'sha doston ertaklarimizda o'sha izlashtirib ko'rganimizda huquq bilan bog'liq jihatlar juda ham keng o'rin olganligini ko'ramiz. Va shu jumladan o'sha iqtisodiy o'sha bilimlar bilan bog'liq. Biz mana maqollarimizni, matallarimizni oladigan bo'lsak, ularda ham juda ko'p o'sha raqam bilan bevosita, iqtisod bilan, tejamkorlik bilan bog'liq o'sha maqollar kelganligini ko'ramiz. Biz bu xazinaga shunchaki bir o'tmishda merosi yoki bo'lmasa badiiy so'z san'ati namunasi ekan aytilgan, qo'yilgan ekan deb qaramasligimiz kerak. Bu tagida ma'no yotganligini, kasa tagida nimkasa yotganligini, bu o'sha boyagi uchar gilamlar, oynay jahonlar haqidagi bizni ajdodlarimizga qanchalik turtki bergan bo'lsa fikriga bugun ham o'sha 21-asrda dastlabki yarmi turgan haligi bizni yoshlarimizga, bizni ajdodlarimizga yangi bir o'sha g'oyalar yaratishi uchun, tashabbuslar qilishi uchun, yangilik yaratishi uchun birinchi navbatda beradigan narsa juda katta bilim, g'oya va dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar, iqtisodiy o'sha nuqtai nazardan, o'sha boshqa nuqtani anglash uchun ham kerak. Va hozir bitta narsani aytib o'tdingiz, mana suv bilan bevosita bog'liq. Bizning folklor namunalarimizda tabiatga bo'lgan munosabat masalasi. Suvga bo'lsin, o'simliklar olamiga bo'lsin, hayvonot olamiga bo'lsin, juda katta bir haligi muqaddas bir tuyg'u yotganligini ko'rishimiz. Biz mana folklorda buni atamalari bor, o'zini haligi totemistik tasavvurlar deydi, mana suv kulti deydi, daraxt kulti deydi. Bunlarda mohiyati nima? Insonni o'zini atrof olamga bo'lgan munosabati. Bo'lganda ham bu oddiy munosabat emas bu. Bu muqaddas bir munosabat sifatida qilib, masalan, daraxtga, o'simlikka, gulga, toza havoga, suvga masalan deylik. Suvga tupurma deb yurgan. Suvni muqaddas deb bilgan. Albatta. Masalan, insonni tug'ilganidan tortib mana tug'ilgan paytda chaqaloqni suv bilan yuvadi. Va hayotini butun davomi jarayonida suv bilan bog'liq. Ben ichishini aytmayapman men. Marosimlarni nazarda tutib aytyapman. O'sha nikoh marosimi bo'lsin, hatto so'nggi yo'lga kuzatayotgan paytdan suv bilan bevosita. Bu nimadan dalolat beradi? Bizning xalqimiz suvga bo'lgan munosabatidan dalolat beradi. Biz har bir masalan biz keksalarimiz shunday o'rgatganki, suvni isrof qilmaslik kerak. Suvni qadriga yetish kerak. Suvni toza tutish kerak. Bu bunday deganda juda ham kundalik hayotimizdagi oddiy bilim deb qarash mumkin. Bu lekin hayot falsafasi. Ayni paytda kelajakka bo'lgan o'sha munosabat masalasi turibdi. Poyevor ham. Mana o'z bilasiz, bugun o'sha aytyapmiz, suv bilan bog'liq muammo dunyo miqyosida global muammo sifatida qaralyapti. Va xalqimiz agar suvga ehtiyoj sezganda, yomg'irlar kamayib ketganda, hatto ma'lum bir nimalardan foydalanib Allohga iltijo qilish she'riy yo'llar bilan o'sha qandaydir yada toshi bor, o'sha aytimlar bor, o'sha aytimlar asosida Allohga murojaat qiladi va natijada yomg'irlar ham yoqqan, qarang. Bu demak bejizga emas. Masalan, xalqimiz, ayniqsa dehqonlarimiz ko'p hollarda shu larmi yerlarimiz dehqonchilik qiladigan vatandoshlarimiz azaldan yomg'ir kamaysa o'sha iltijo qilib yomg'ir so'raganda, shunda ham qandaydir xalq og'zaki ijod namunalaridan foydalangan. Va buni qarangki, shu Alloh shu odamlarimiz iltijosini eshitib, ma'lum bir vaqtdan keyin yomg'ir ham yog'dirgan. Bugun endi zamon o'zgaryapti, hatto juda ko'p tadqiqotlar, katta kashfiyotlar yaratilyapti dunyo miqyosida. Masalan, sun'iy yomg'irlarni yog'dirish bilan bog'liq harakatlar bo'lyapti va insoniyat o'zini qiynayotgan muammolarga yechim izlayapti. Bu borada bizning yoshlarimiz ham masalan turli mamlakatlarda e'tirof etilayotgan kashfiyotlarni kuzatyapmiz. Xabaringiz bo'lsa kerak sizda ham. Agar shu bilan bog'liq fikrlar bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Ya, Ro'zibek aka, bilasizmi, meni nazarimda o'sha bizni folklorshunoslar bitta narsani aytadiki, folklordagi juda ko'p o'sha janrlarda ibtidosida marosimlar turadi deydi. Ya'ni bugun biz folklor deb qarayotgan juda ko'p o'sha mana bu namunalarda ibtidosida marosim turgan. Marosim turganda ham mavsum marosim bilan bog'liq. O'sha qarashlar turgan. Ya'ni insonning hayoti mavsum marosim bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Shuning uchun har bir marosimga moslangan
alohida mana qishda o'tkaziladigan marosimlar, mana bahorda o'tkaziladigan Bahorda, marosimlar, mana kuzda bor. Navro'z bilan bog'liq, yozda o'tkaziladigan marosimlar, kuzda, qishda o'tkazilgan marosimlar. Bundan maqsad nima bo'lgan? Maqsad birinchi navbatda shu tabiatga ta'sir qila olish mumkin degan bir tushuncha mavjud bo'lgan, lekin bitta narsani tushunishimiz kerakki, bu iltijolarni, bu marosimlarning mohiyatida insonni tabiatni bilish va anglashga qaratilgan bir harakatlari yotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bahorda o'tkaziladigan marosim bo'ladimi, yozda o'tkaziladigan marosim, kuzda o'tkaziladigan marosim. Shuning uchun masalan yomg'ir bo'lmagan paytlarda yomg'ir chaqirish marosimi o'tkazilgan. Yada toshiga masalan deylik ishonchlar bo'lgan. Bu o'sha boshqa juda ko'plab manbalarda ham alohida kelinadi. Folklor namunalarida ham qo'shiqlar aytilgan, aytimlar aytilgan. Gap bu yerda bu qo'shiqlar aytilgani uchun faqat yomg'ir yog'di deb qaramasligimiz kerak. Bu yerda mohiyat tabiatni bilish va anglashga bo'lgan intilish yotganligini ko'rishimiz mumkin. Va biz bugun o'sha turli sohada haligi yoshlarimiz erishayotgan yutuqlarda shu ajdodlardan kelayotgan merosga suyangan holda yangi bir kashfiyotlarga erishayotgani bizni quvontiradigan holda. Buni balki ko'r-ko'rona taqlid qilish emas, bilimga o'sha birinchi navbatda ajdodlardan kelayotgan bilimga va bugungi zamonaviy o'sha bilimga kelayotgan haligi suyangan holda yangidan yangi kashfiyotlarni haligi qilish. Bitta narsaga alohida urg'u berishimiz kerak. Agar folklorni biz mohiyatini chuqurroq bilsak, inson o'zini hayotiga bugungi ko'z bilan til bilan aytadigan bo'lsak, innovatsion yondasha boshlaydi. Har bir munosabatida, u suvga bo'ladimi, tabiatga bo'ladimi, fasllarga bo'ladimi, yangi yaratiladigan o'zini bir kashfiyotlariga bo'ladimi, yangilik qidiradi va yangilik yaratishga harakat qiladi. Buni turlicha haligi taqdim qilinishi mumkin. Buni bir oddiy qog'ozga yozilgan bir maqola shaklida, tarmoqqa qo'yilgan haligi shkalda yoki bo'lmasa bir kashfiyot tarzida yuzaga keltirishi mumkin. Men bitta narsani ishonch aytishim mumkin. Shu yaratilayotgan hamma kashfiyotlarning zamirida biz xalqimizdan kelayotgan shu milliy qadriyatlarimiz bilan, folklor bilan bog'liq tagida bilimlar yotib deb aytishimiz mumkin. Agar biz bir shuni chuqurroq o'rgansak, ajdodlardan kelayotgan shu merosni bizni o'sha bizda yangidan yangi g'oyalar tug'ilishiga asos bo'ladi va yangidan yangi g'oyalar yaratishimiz mumkin va bu g'oyalar ko'pchiligi bevosita innovatsion g'oyalar bo'ladi. Yangi kashfiyotlar bo'ladi. Mana bugun hali o'zim aytdingiz, xorijiy mamlakatlarda ko'p bo'laman, ko'p ma'ruzalar o'qiyman deyapsiz. Bugungi globallashgan zamonda axborot asri kuchayib ketayotgan bir murakkab vaziyatda yashayapmiz. Ana shunday murakkab bir vaziyatda ko'pchilik noliydiki, yoshlarimiz kitob o'qimay qo'ydi. Chunki hamma manbani internet orqali mana bu telefonga o'xshagan nimalardan, amallardan olyapti. Kitobdan uzoqlashyapti. Natijada har xil muammolar ko'payyapti degan gapni ham aytyapti. Ayniqsa agar hayotimizni kuzatadigan bo'lsak, mana keyingi ma'lumotlarda men ayrim bir manbalarga ko'zim tushdi. Turmush qurayotgan yoshlarimizni orasida ajrashishlar, ya'ni nikohni bekor qilish kuchayganini aytishyapti mutaxassislar. Buni sabablari nima bilan bog'liq degan savol berilganda, yoshlar yengil-yelpi hayotni qumsab qoldi. Sal og'irroq bo'lgan, qiyinchilikroq bo'lgan hayotga chiday olmayapti, sabr toqati yetishmayapti degan gaplarni aytishyapti. Shundan kelib chiqib, yoshlarimizga biz xalq og'zaki ijodiyotni ularning tafakkuriga, ongiga singdirsak, mana shunday global muammolarda har xil yengil-yelpi muammolarni oldida ular ta'zim qilmasdan keyingi hayotlarini ma'naviy bir yuksak poydevorga barpo qila olishi yoki nikohni mustahkam muqaddas deb bilishi, oilaga bir katta muhabbat bilan qarashi mumkinmi? Shunda bevosita bizni folklor o'sha xalq og'zaki ijodiyotimizni o'rni qaysi ma'noda seziladimi? Ularga ta'sir qilishimiz mumkinmi? Albatta. Endi Ro'ziboyga bitta jihatga alohida burishimiz kerak. So'nggi yillarda ommaviy madaniyat ta'siri nihoyatda kuchayib boryapti. Shunday. Ommaviy madaniyat faqat bizda emas, butun dunyoda. Dunyoda shunday. Global miqyosda o'sha bu ommaviy madaniyat ta'siri tufayli o'sha har bir xalqning o'ziga xos bo'lgan o'sha milliy xususiyatlari sekin yo'qolib borishga yuz tutadi. Bu bir qaraganda tabiiy jarayonga o'xshab tuyuladi, lekin buni oldini olib qolishni chora-tadbirlari qilish uchun nimalar qilish kerak? Ayniqsa masalan deylik o'sha folklor namunalarini. Birinchi navbatda o'sha bizim mana bugun alohida urg'u berilayotgan mamlakatimizda o'sha
ta'lim tizimida, shu vazirliklar tizimida urg'u berilayotgan shu meros asrab avaylab qolish kerak. Milliy qadriyatlarga e'tibor berish kerak. Shu imkon qadar buni mohiyatida nima yotibdi? Buni mohiyatida bu meros birinchi navbatda milliy qadriyat va shuning bilan bir vaqtda umuminsoniy qadriyat. Shuning uchun bu merosni asrab avaylab endi qarang, bu birinchi navbatda jonli ijro holatida yashab kelyapti deyapmiz. Shu merosni kengroq targ'ib qilish masalasi. To'g'risini aytsam, mana so'nggi yillarda qanchalik e'tibor berilayotgan bo'lsa-da, buni biz yetarlicha targ'ibotini qila olmayapmiz deb o'ylayman. Ayniqsa biz soha mutaxassislari. Masalan, buni ko'proq, kengroq targ'ib qilishimiz kerak. Asrab avaylash borasida, chuqurroq o'sha kengroq targ'ib qilish borasida masalan deylik. Endi shuni masalan bugungi zamonaviy o'sha mana biz aytayapmizki, yoshlar kitob o'qimay qo'ydi, mana ko'proq. Biz shularni yoshlarga maqbul bo'lgan variantlarda taqdim qilaylik. Mana o'sha telefonga mos bo'lgan iOS Android platformalari bo'lsa, shularga joylaylik. Maqollarni, ertaklarni, dostonlarni, mayli o'sha namunalarni, kichik namunalarni, multfilmlar yarataylik, shu yerga taqdim qilaylik. Mana o'sha video filmlar, badiiy filmlar olinsin, shu narsalarni ijtimoiy tarmoqlarga aligi qo'yish kerak. Bir narsani yana urg'ulashim kerak, mana yoshlar agentligida o'sha mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan juda bir yaxshi loyihalar yo'lga qo'yilgan. Mana Mutolaa degan alohida bir sayt ishga tushdi. Biz saytda ham kitobni elektron varianti bilan tanishish bilan bir vaqtda audio kitob formatida o'qishingiz mumkin. Mana o'sha samolyotda ketayotganingizda, avtobusda yo poyezdda ketayotganingizda bemalol eshitib, bemalol olib ketishingiz holatingiz bor. Yo bo'lmasa mana 1000 ta kitob loyihasi ishga tushdi. Bu ham o'sha shunga o'xshagan mana folklor namunalarini ham bevosita. U yerda folklor namunalari ham bor o'sha Mutolaa saytida. Lekin buni kengroq tarzda masalan deylik, o'sha ham o'sha jonli ijro holatida eshitish imkoniyatlari bor bugun audio formatda, video formatda, masalan telefonlarga moslangan formatlarda, ijtimoiy tarmoqqa moslangan va buni kengroq targ'ib qilish masalalari alohida aligi turibdi va eng muhim jihati mana bu narsani biz nima deydi, bir tizimli ravishda amalga oshirishimiz kerakga o'xshaydi. Bu o'sha targ'ibot oilalardan boshlanib, mahallalarda masalan deylik, butun o'sha ta'lim tizimida bir tizimli ravishda aks etishi kerakki, buni o'sha natijasi ko'rinsin. Mana biz e'tibor qilayotgan, boya siz aytayotganingizdek, hayotda hech narsa mayda narsa bo'lmaydi. Mana oilada bugun masalan deylik, alla aytilmay qo'yilgan bo'lsa, demak shu yangi tug'ilgan farzand qaysidir o'sha millatga xos bo'lgan o'sha milliy qadriyatlardan bebahra qolayotgani bitta nomi haligi jihati deb qarashimiz kerak. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor, buni o'sha targ'ibi to'g'ri haligi kengroq targ'ib qilish masalalari va buni mohiyatini anglatish masalalarida o'sha ibratli tarz, boyagi nasihat tarzda emas, yo bir haligi tarzda emas, bir haligi nima deydi, ibratli bir tarzda haligi hech kimga bugungi kunda nasihat yoqmaydi. O'sha bugungi yoshlarga mos bo'lgan haligi taqdim qilishimiz kerak. Bugun yoshlar masalan deylik, imkoniyati, istagi, xohishi qaysi formatda foydalanishni xohlayotgan, masalan kitob holatda o'qish istayaptimi? Unga kitob holatda taqdim qilish kerak. Elektron o'sha formatda xohlayaptimi? Masalan deylik, PDF formati bo'lsin, boshqa telefon formatdagi formatlar bo'lsin, unga telefon o'sha formatlarda taqdim qilishimiz kerak. Ehtiyojdan ko'chishimiz kerak-da, buni bugungi zamonning talabini inobatga olgan holda. Shuning uchun men nazarimda oxirgi paytlarda bizda mana o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'sha milliy kontentlarga ko'payishiga alohida e'tibor berilyapti va o'sha bizning o'sha milliy qadriyatlarimiz bilan, folklorimiz bilan bog'liq o'sha manbalarni ko'proq joy olishiga alohida urg'u berilyapti. Shu nuqtai nazardan shu borada olib borilayotgan ishlarni yanada kengroq bir tizimli ravishda amalga oshirilishi kerak deb o'ylayman. Albatta bunda har birimizni alohida hissamiz bor. Olim bo'lsin, soha mutaxassisi bo'lsin yoki oilada bir ota-ona bo'lsin, shu narsani o'sha haligiga singdirish masalalari. Mana o'zingiz ham aytyapsiz, keyingi paytda mamlakat miqyosida, hatto mamlakat prezidentining o'zi bevosita shu sohani rivojlantirish bilan bog'liq qaror, farmonlar qabul qiladi deyapsiz. Endi bevosita shu Fanlar akademiyasi tizimida folklorshunoslik bugun
yana qay darajada rivojlanyapti, e'tibor kuchayyapti, lekin rivojlanishi ham kerak. Masalan, har qanday qonun, farmon, qarorini ijrosi agar amalga oshsagina uni kuch-qudrati seziladi. Shunday nuqtai nazardan qaraganda folklorshunoslikka bugungi tizimda qanday e'tibor qaratilyapti? Masalan, deylik, mana o'zingiz aytyapsiz, zamonaviy texnologiyalar bundan foydalanish yo'li qanday yo'lga qo'yyapmiz. Hatto aytyapsizki, mana shu poyezdlarda, samolyotlarda shu odamlarni zeriktirmaydi, ayniqsa yoshlarning e'tiborini qaratadigan darajadagi formatda targ'ibot ishlarini qilishimiz kerak deyapsiz. Shundan kelib chiqqanda bugun o'sha bevosita bizning merosimiz bo'lgan o'sha dostonlarimiz deymiz, boshqa turdagi xalq og'zaki ijodimizni saqlash ham kerak-ku. Targ'ib qilish va ularni ko'proq singdirish uchun yana nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Aytyapmiz, to'g'ri, zamonaviy texnologiya, lekin baribir yoshlarimizni shularga juda katta hajmda jalb qilolmayapmiz-da. Endi xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining o'zbek tili adabiyoti folklor instituti bor. Bu folklor institutida juda katta bir noyob arxiv bor. Bu arxivda o'sha folklorga oid juda ko'p manbalar saqlanadi. Bu manbalarda asosan masalan deylik, arab imlosida yozilganlari ham bor, lotin imlosida yozilganlari ham bor, yozib olinganlari ham bor. Kiril imlosida yozib olingan namunalar ham bor. O'zingiz bilasiz, o'sha dastlabki yozib olish jarayonlari o'sha 19-asrda oxiridan boshlangan. O'sha biz arxivdagi manbalar 20-asr boshlarida o'sha arab imlosida ham yozib olingan namunalari bor, keyin mana lotin imlosiga o'tilgan 28-yilda lotin imlosida yozib olingan namunalar bor. Mana o'sha G'ozolim Yunuslar, mana Xod Zariflar yozib olgan namunalar, keyinchalik o'sha Krim imlosida yozib olingan namunalar ham bor. Bular juda katta xazina deb aytishimiz kerak. Hozir bugun Fanlar akademiyasida asosiy olib borilayotgan ish mana mamlakatimiz rahbarining o'sha tashabbusi bilan o'sha o'zbek xalq ijodi yodgorliklari nashri yo'lga qo'yilgan. Haligi 100 jild nashr qilinishi rejalashtirilgan. Bugungi kungacha 50 jildi nashr qilindi. Bu asosan o'sha folklor namunalari, o'sha dostonlar, ertaklar, qo'shiqlar, maqollar, matallar, afsona, rivoyatlar va shu bu yerda asosiy urg'u berayotgan jihati O'zbek tili adabiyoti folklor instituti mana shu namunalarni folklor arxivida saqlanayotgan namunalarni o'sha butun holda o'sha qaysi yozuvda bo'lishda qat'iy nazar o'sha bugungi o'sha zamonaviy o'sha formatga ko'chirish masalasi, asrab avaylash qolish masalasi va buni sara namunalarini ko'pchilik holida nashr qilish masalalari va shuning bilan bir vaqtda bugun o'sha mavjud bo'lgan ijro qilinayotgan o'sha doston namunalari bo'lsin, jonli ijrodan yozib olgan holda mana shu meros bilan qiyoslab eng sara namunalarini nashr qilish borasida ishlar olib borilyapti. Mana 50 jildni nashr qilinishi hazilakam ish emas, juda katta ish, fundamental ish. Olimlar o'sha folklor bo'limi olimlar olib borayotgan tadqiqotlar, bu ishlarni boshida ustozimiz akademik To'ra Mirzayev turgandi, keyin Mamatqul Jarayev, mana bugun Shomirzo Turdimov va boshqa ko'plab o'sha folklorshunos olimlar birgalikda olib borayotgan ish va bu o'ylaymanki, bu bizni o'sha mamlakatimizda shu juda katta bir merosga ega. Endi oldimizda turgan yana bir muhim masalalardan biri mana shuni raqamlashtirish masalalari. O'sha tinglovchilarga, kitobxonlarga, o'sha keng haligi ommaga buni o'sha raqamlashtirilgan holda yetkazish, masalan ham kitob holatida, PDF formatida, elektron formatda, boshqa formatlarda shu yo'nalishda tadqiqotlar olib borilyapti. Bu ham juda muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Bu yerda albatta o'sha Madaniyat vazirligi bilan, o'sha Madaniy meros instituti bilan, boshqa tashkilotlar bilan va eng muhim yana bir jihatga alohida urg'u berishimiz kerak. Fanlar akademiyasi tizimidagi o'sha o'zbek tili adabiyoti folklor instituti bugungi kunda dunyoning ko'plab o'sha ilmiy muassasalari bilan, folklorshunoslik institutlari bilan madaniy muassasalar hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Mana Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, o'sha Germaniyadagi bir qancha mamlakat, Rossiya bilan ular bilan birgalikda o'sha tadqiqotlar olib borilyapti. Ro'ziboyga mana qirg'izistonlik tadqiqotchilar bilan birgalikda tadqiqotlar yaratilyapti. Qozog'istonlik, Turkiyalik, Ozarbayjonlik va maqsad nima? Maqsad mana shu merosni kengroq o'sha targ'ib qilish masalalari, chuqurroq tadqiq qilish masalalari. Bunda nimaga erishamiz biz? Birinchidan shu merosni mohiyatini chuqurroq ochib berishimiz kerak. Bu meros shunday oddiy bir meros emas. Birinchidan yaratilish nuqtai nazaridan juda ham qadimiy, juda ham boy.
juda ham muhim meros. Bu faqat o'zbek xalqining merosigina emas, butun insoniyat o'rganishi, tadqiq qilishi kerak bo'lgan, faxr qilinishi kerak bo'lgan bir meros ekanligini alohida haligi ahamiyat berishimiz kerak. Shu xo'sh, demak hozir men bermoqchi bo'lgan savol bir qismga shu tadqiqotlar bilan bog'liq, xalqaro Turkiy davlati o'rtasidagi tadqiqotlar bilan hamkorligida qilishni samarasi haqida gapirdingiz va yana aytish kerak kelganda keyingi paytda Turkiy davlati tashkiloti rivojdan oyoqqa turgandan keyin ayrim olimlarimiz tomonidan taklif bo'lyaptiki, o'rta turk tili tashkil qilinsin va o'rta turk tili xalqaro til sifatida e'tirof etilishi kerak. Biz Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilishimiz kerak toki dunyoning boshqa xalqaro tillari qatorida bizni o'rta turk tilimiz ham e'tirof etilsin degan fikr aytilyapti. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizni xohlaymizmi yo'qmi, mana shu xalq og'zaki ijodimiz, folklorlarimiz butun dunyoga ta'rif qilina boshlaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Shu bilan birga yana bir taklif paydo bo'lyapti. Keyingi paytda agar e'tibor beradigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlar qaysi yo'llar bilan iqtisodiyotni yuksaltirish haqida o'zlarining turli g'oyalarini amalga oshiryapti. Va masalan men Turkiya misolida aytmoqchiman. Turk qardoshlarimizni bitta yaxshi jihatlari bor. Ular turizmni nihoyatda yaxshi rivojlantirdi, yo'lga qo'ydi. Va turizm orqali dunyoning juda ko'plab millionlab odamlarni Turkiyaga jalb qilib, milliardlab foyda ham qilyapti. Mana bizni o'zimizda ham keyingi paytda turizm rivojlandi. Mamlakat prezidenti bu sohaga juda katta e'tibor qaratyaptilar, imkoniyatlar ochyaptilar va kelayotgan xorijlik turistlarimizni ham soni oshdi. Endi taklif aytmoqchi bizda masalan shu kelayotgan turistlarimizni biz o'sha tarixiy obidalarimizga olib boryapmiz, tarixni aytyapmiz, gaplashtiryapmiz, uchrashtiryapmiz. Uni natijasi ularni qiziqishi ortyapti. Shu bilan birga kelayotgan turistlarimizni o'zimizni xalq og'zaki ijodimiz namunalarini targ'ib qilish, ularning mehrini qozonish uchun qanaqadir marosim qo'shiqlarimiz, urf-odatlarimiz bilan bog'liq ularni qiziqtiradigan jihatlarni ham shu e'tiborga ularni qiziqtirish uchun shuni xalq og'zaki ijodiyot bilan bog'liq turistlarimizga bir xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ysak bo'larmikan? O'shanda balki mamlakatimizda ham iqtisodiy rivojlanishiga ham ulush qo'shgan bo'lamiz deb o'ylayman-da. Ro'zbek o'zi mana bu mamlakatimiz rahbari qarori bilan tashkil etilgan Xalqaro baxshichilik san'ati festivalining asl mohiyatida shu mamlakatimizdagi mavjud o'sha turli hududlarga xos bo'lgan folklor san'atini dunyoga ko'rsatish. Shuni oqibatida o'sha turizmga masalan deylik rivojlantirishga qaratilgan o'sha mohiyat e'tibori bilan masalan deylik. Albatta bu yerda o'sha targ'ib qilish, tadqiq qilish masalalari ham bor, lekin bu yerda o'sha dunyoni e'tiborini o'zimizda o'sha mamlakatimizda mavjud folklor san'atiga jalb qilish. Faqat bitta jihatga alohida urg'u berish kerakki, bizi mamlakatimizda rang-barang o'sha folklor etnografik hududlar mavjud. Mana o'zingiz bilasiz, mana baxshichilik san'atini misol olib qaraydigan bo'lsak, mana Samarqand baxshichilik san'ati, dostonchilik maktablari alohida bo'lgan. Mana Fozil Yo'ldoshev, Ergashjon bo'lgan shoirlar, Surxondaryo, Qashqadaryo baxshichilik san'ati o'zi alohida, ularning ijro yo'llari, repertuari farqli bo'lgan. Xorazm baxshilari alohida. Masalan, deylik Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryolar ich ovozda, do'mbirada bir o'zi kuylagan bo'lsa, Xorazm baxshilari guruh holda. O'sha masalan deylik oldin dutorda kuylagan, hozir torda kuylayapti, doira, bo'lamon ijroligida kuylanadi. Bu Xorazm o'sha baxshichilik san'atining o'ziga xosligini, ularning repertuari ham o'ziga xos, masalan ko'proq oshiq turkum dostonlari, guruhli turkum dostonlari yoki masalan qoraqalpoqlarning jirovlari bilan o'sha baxshilari. Ular alohida jirovlar. Ular alohida, mana Toshkent viloyatida ham bo'lgan. Va bizda o'sha folklor san'atini rivojlantirayotganda, e'tibor qaratayotganda mana shu hududlarga xos bo'lgan o'sha folklorda o'ziga xos xususiyatlardan kelib chiqish kerak. Bugungi kunda bor, mavjud, siz aytgandek qaysidir darajada, masalan deylik, Xivada deylik, masalan deylik Sharsabzida yoki masalan Samarqandda mana turistlar kelganda folklor etnografik jamoalarning chiqishlari mavjud. Chunki bu yerda turistlar kelayotgan faqatgina birinchi navbatda binolarni ko'rish uchun kelayotgani yo'q. Men boya aytgandek aslida folklor deganda biz faqat o'sha aytilayotgan qo'shiqlarni
baxshilar dostonlarini emas, bizni imoratlarimiz ham faktor namunalariga kiradi aslida. O'sha qurilgan uylar, imoratlar, o'sha o'tovlar, bezaklar, kiygan kiyim, yegan taom, bular hammasi aslida folklor. Aslida buni biz chuqurroq o'rganib, kengroq o'sha targ'ib qilishimiz kerak. Imkon bo'lsa, har bir hududda, masalan deylik, Samarqandda bo'lsin, Sharsabizda bo'lsin, Surxondaryoda, Termizda bo'lsin, Xivada bo'lsin, boshqa respublika masalan Vodiyda bo'lsin, Toshkent o'zida bo'lsin, etnografik hududlar tashkil etilishi kerak. Turistlarni o'sha yerga borib, o'sha hududni faktor namunalari bilan tanish imkoniyatiga ega bo'lish. Har bir hudud o'ziga xos bo'lgan. Mana Samarqandniki alohida, Buxoroniki alohida, Surxondaryo, Qashqadaryoniki alohida, Xorazmniki masalan Xivaniki, Xorazmlik hududi, Qoraqalpog'istonniki alohida, Vodiydagi alohida, Toshkentdagi o'zining alohida. Mana shu yerda hududiga xos bo'lgan kiyimlari bilan, urf-odatlari bilan, marosimlari bilan, uni ijrolari bilan, hatto taomlari bilan o'sha tanishish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Bu albatta bu narsa nima? Birinchidan turizmda o'sha ichki, tashqi turizmni kuchayishiga olib kelishi bilan bir vaqtda bu narsalar o'z-o'zidan tashkil bo'lmaydi. Unga bir buyum qilinadi. Masalan deylik, suvenir buyumlar qilinishi mumkin, do'mralar qilinishi mumkin, doira qilinishi mumkin, turli haligi kichkina haligi buyumlar. Bu ya'ni ishlab chiqarishni qaysidir darajada rivojlantirishga olib kelinadi. O'sha haligi turli taomlar tayyorlanadigan bo'lsa, bu ham o'sha ish o'rinlarining yaratilishi. Shunday. O'sha hududga masalan deylik, turizmni kuchayishi bilan haligi iqtisodiy imkoniyatlarni ochilishiga yuzaga keladi. Ya'ni bu narsalar hammasi bir-biri bilan bog'liq jarayon. Buni faqat tizimli ravishda tashkil qilinsa, bu san'at birinchidan kengroq targ'ib qilinadi va o'zbek xalqini qanday xalq ekanligi, qadimiyligi, boyligi, an'analarga eng muhim jihati bag'ri keng bir xalq ekanligi, madaniyatga boy bir xalq ekanligi va o'sha bugungi intilishlari, maqsadlari nima ekanligi qolaversa, bu o'sha shu yerda xalqni o'sha ham san'atini rivojlantirib, targ'ib etgani qolmaydi. Buni o'sha iqtisodiy jihatdan o'sha yuksalishiga, o'sha hududlarni yuksalishiga olib keladi. Men nazarimda shunaqa haligi bir yondashuvlar bo'lsa, har bir hududda etnografik o'sha makonlar yuzaga kelsa, masalan, o'sha yerda masalan tomoshalar, xalq o'yinlaridan tortib turli marosimlar ko'rsatilib, baxshilar ijrolari, chiqishlar qilinsa, taomlar tayyorlansa, turli marosimlar o'tkazilsa, bu bugungi yoshlar uchun ham va kelayotgan turistlar uchun ham juda katta bir imkoniyatlar bilan eshigini ochib beradi. Bu o'ylaymanki bugungi kunda eng bir to'g'ri, maqbul yondashuvlardan biri bo'ladi. Shunday. Biz endi mana shu taraqqiyot va ta'lim podkastimizni an'anaviy bir savoli bor-da. Turli soha egalari bilan suhbatlashamiz va shu savolimizni ularga har doim beramiz. Ya'ni bu savol shuki, bu vatanparvarlik bilan bog'liq savol. Bizni masalan xalq dostonlarimizda, shu folklor asarlarimizda, folklorshunosligimizda, dostonlarimizda mana shu vatanparvarlikni yoshlarimizni ko'ngliga chuqurroq singdirish bilan bog'liq qanaqangi bir jihatlar bor. Shu haqda ham gapirsak, chunki bugun global zamonda juda ko'p tuyg'ular o'z-o'zidan hali aytganingizdek yo'qqa chiqish harakatlari ham bo'lyapti. Ayniqsa dunyoni qayerda hayoting yaxshi bo'lsa, shu yer vatan degan bugun takliflar ham, fikrlar paydo bo'lyapti. Vatanni sevish shart emas degan fikrlar bor. Shundan kelib chiqib, vatanparvarlik tuyg'uni, ya'ni muqaddas tuyg'uni yoshlarimizni, har birimizni qalbimizga singdirishda folklorning ahamiyati, xalq og'zaki ijodini ahamiyati haqida ham gapirsangiz. Endi xalq maqollariga e'tibor qilsangiz, buni o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Maqollarning asosiy qismi bu vatanparvarlik haqida. Bittasini aytaman men. Qush ham o'z butog'iga suyanar deydi, sig'inar deydi. Ya'ni bu degani odam o'zini o'sha hatto qush ham o'zini butog'iga sig'inayotgan bir paytda odam albatta o'zini vatanni muqaddas bilishi kerak. Albatta. Bulbul chamanni sevar, odam vatanni sevar deydi. Ya'ni bunday maqollar ko'p, masalan deylik har bir. Yo bo'lmasa mana Alpomish dostonidagi asosiy haligi e'tiborlardan bittasi bu vatanga bo'lgan muhabbat. Shu parakanda bo'lib ketgan elni birlashtirish yo'lida Alpomishlik qilgan sa'y harakatlari bo'lgan. Bu yerda bitta narsani alohida urg'ulash kerak. Alpomishga o'xshagan, Go'ro'g'liga o'xshagan eposlar davlatchiligi shakllanmagan bo'lsa, bunaqa eposlar yaratilmaydi. Bu eposlar o'sha davlatchilik shakllangan va
davlatchilik tizimi haqidagi tasavvurlar, xalqning o'sha qarashlari, o'sha davlatchilik haqidagi qarashlari, hayot haqidagi qarashlari, o'tmishi haqidagi qarashlarini badiiy bir talqin qilgan namunalar deb qarashimiz kerak. Qolaversa folklorda hamma narsasi. Men hozir aytdim, mana ota-bobolarimiz mana o'tovni kashf qilgan. O'tovni yaratgan. O'tovni agar ko'z oldingizga keltirsa, mana bugungi kunda o'sha aqlli uy degan tushunchalar paydo bo'ldi. Endi aqlli uy degani bugungi zamonda, bugungi zamonaviy kishiga hamma tomon talabiga javob beradi. Lekin o'sha o'tov bizni o'sha paytda biz ajdodlarimiz hamma talabiga javob bergan. Qarang, o'tovdagi o'sha chanqaroqdan tortib, uxlardan tortib, o'sha haligi chiylaridan tortib, eshigi ostonasigacha hammasi bunday deganda o'zi yashab turgan insonga tabiat bilan, samo jism bilan, o'simliklar olami bilan, o'zini qadriyatlari bilan bog'liqlikni urg'ulab turadigan bir makon bo'lgan. Bunday deganda vatanning kichkinagina bir timsoli bo'lgan. Bu o'tovda yashash uni ham samo jismlari bilan, o'simliklar olami bilan, tabiat bilan bog'liqlikni emas, o'zini o'sha tarixi bilan, milliy qadriyatlari bilan bog'liqlikni urg'ulab turgan. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, ya'ni folklordagi hamma narsa aslida vatanparvarlik bilan bevosita bog'liq. Bu dostonlarimiz bo'ladimi, ertaklarimiz bo'ladimi, maqol matallarimiz bo'ladi, hatto yegan taomimiz. Folklorda bitta tushuncha borda, Ro'zibek aka. Agar siz bir kishi bilan, ayniqsa mana sut, qatiq bo'ladigan bo'lsa, taom yesangiz, siz u odam bilan dushmanlik qilishingiz mumkin emas. Ha, qarang. Mumkin emas u odam bilan dushman. Bir dasturxonda o'tirib ovqat yegan odam, bitta taom yegan, birgalikda taom yegan odam bir-biriga dushmanlik qilishi mumkin emas. Bu haligi. Shunga o'xshagan tushunchalar, ya'ni bir kun tuz yegan joyingga 40 kun salom ber degan maqollar bekorga emas ekanda, qarang. Kelmagan. Bu o'sha bunga o'xshagan maqollar, matallar, xalq qo'shiqlari aslida vatanparvarlikni eng haligi odamni shunchaki balandparvoz qilib gapirish emas, yuragida, qalbida, ruhida, tafakkurda tarbiyalaydigan bir meros deb qarashimiz kerak. Bu haligi namunalarni nima deydi? O'qish mumkin, lekin buni jonli ijro holatda tinglasangiz baxshidan. Mana Alpomish dostoni bo'lsa, yurakka singadi-da. Bu singan ohang bilan, ijro bilan singadi. Bu siz boshqacha bir kayfiyat paydo qiladi. Ya'ni bu haligi nima deydi? Xalq og'zaki ijodi namunalaridagi narsalar shunchaki haligi balandparvoz gaplar, shunchaki bir yozib qolingan namuna emas, biz ajdodlarimizni 1000 yillik falsafasi. Bu bugun ya bir kunda tug'ilgan haligi so'zlar, haligi fikrlar qaymog'i emas, bu 1000 yillar davomida to'plangan bir tajriba. To'plangan tajriba shu meros bo'lib kelyapti. Demak, o'sha haligi vatanparvarlik deganda qayerda qorning to'ysa shu senga vatan degan bugungi biroz haligi zaif va bechora qarashlardan voz kechishimiz kerak endi. Chunki vatan tuyg'usi, vatanparvarlik tuyg'usi nihoyatda murakkab, muqaddas va aziz. Bekorga o'sha ajdodlarimiz bir joydan bir joyga ketganda, o'sha masalan ilgari harbiyga ketganda non tishlatib qoldirmaganda, bu aziz muqaddas vatanga sog' salomat qaytib kelishing kerak degan. Yana turk qardoshlarimizda bir narsa bor ekan, vatan bilan bog'liq. Farzandlarini harbiyga kuzatayotganda ona duo qilar ekan, bolam, sen nihoyatda ulug' ishga ketyapsan. Seni vatan yo'lida agar joningni fido qilsang, men sendek vatansevar o'g'lim bilan faxrlanaman deb duo qilar ekan. Qarang, hatto vatanni yo'lida ona o'zini jonining bir bo'lagi bo'lgan farzandini jonini qurbon qilishga ham tayyor. Shu darajada vatanparvarlik bizni xalqimizni shu aytganingizdek tafakkurga, ongga singan va mana bunday buyuk asarlarimizda namuna sifatida keltirilgan. O'zbek shu bitta narsani aytib ketay. Bizni onalarimiz ham, biz ajdodlarimiz ham o'zini farzandlarini albatta duo bilan tarbiyalagan. Ya'ni bu yerda olqish, duolar deydi. Bularda folklorda o'rni juda ham katta. Ya'ni eng muhim jihati nima? Endi folklor san'ati deganda biz o'sha buyumlarda aytyapmiz, uylarda kiyim, taom, hokazo, lekin folklor san'ati birinchi navbatda so'z san'ati namunasi. Ya'ni badiiy so'z. So'z orqali insonga ta'sir qilgan. Ya'ni oltin olma, duo ol degan mazmunni so'zni ya'ni bu yerda so'z magiyasiga bo'lgan ishonch bor. Ya'ni so'zni qudrati, kuchiga. Shuning uchun ham farzandlariga imkon qadar yaxshi so'z aytishga harakat qilgan. Va bu so'z bilan
va farzandlarini tarbiyalashga harakat qilgan va so'zi magiyasiga ishongan. Shuning uchun haligi bu yerda asosiy urg'u beriladigan jihat, masalan deylik, so'z. Siz farzandingizga qanday so'z aytishingizga bog'liq. O'sha yoshligidan boshlab siz nima so'z aytyapsiz unga? Bu so'z qanday tarbiyalaydi, masalan deylik. Mahmud Qashqariyda o'sha Divon lug'at turda bitta narsa keladi-da. Aytadi, ko'ldan agar deydi g'oz ko'tarilsa deydi, o'rdak egallaydi deydi. Ya'ni bugungi haligi kunga ko'chiradigan bo'lsak bu maqolni, yaxshi so'z o'zini joyini topmagan joydan hamisha yomon so'z egallaydi. Yaxshi ma'lumot bo'lmagan joydan hamisha yomon ma'lumotlar egallaydi. Shuning uchun bizni ajdodlarimiz o'zini farzandiga qanday so'z aytishni juda yaxshi bilgan, qanday duo qilishni yaxshi bilgan va olqishlari ham, duolari ham albatta o'sha birinchi navbatda qaratiladigan narsa kelajagiga qaratilgan, tarbiyasiga qaratilgan, shunga alohida urg'u bergan. Shuning uchun siz aytayotgandek o'sha oddiy maqolidan tortib, o'sha xalq qo'shiqlaridan tortib, afsona rivoyatlaridan tortib, o'sha dostonlarigacha haligi nima deydi, urg'ulaydigan jihat o'zini yurtiga, vataniga, eliga bo'lgan bir cheksiz bir muhabbatni ko'rishimiz mumkin. Haligi Barchin Alpomish oti Baychibor poygaga tushganda haligi Alpomish biroz haligi hijolat bo'ladi. Meni deydi, otim orqada qolibdi, poygada yenga olmayapman deydi. Shunda Barchinni Alpomishni otiga murojaati bor. Oqto'shim yayloving, sochim shipirtga deydi. Bu murojaatda, Barchinning murojaatida faqatgina o'sha Alpomishga bo'lgan muhabbati emas, Barchinga bo'lgan muhabbati emas, balki o'zini yurtiga bo'lgan bir cheksiz bir sog'inchni, cheksiz bir muhabbatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizi dostonlarimizdagi har bir misra mana shunday bir haligi folklorchilar tili bilan aytganda so'zni magiyasiga qurilgan o'sha so'zlar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana domla siz bilan qilgan suhbatimiz asnosida xalqimiz juda katta bir ma'naviy merosini, katta bir bebaho xazina ekanligini anglayapmiz-da. Demak, bunday suhbatlar nafaqat yoshi, katta, o'rta yosh, balki yoshlarimiz uchun ham nihoyatda muhim. Qadrli kuzatuvchilar, Taraqqiyot va ta'lim podkasti muxlislari, bugun bir ajoyib suhbatdosh bilan muloqot qildik. Demak, biz doimo izlayveramiz-da, domla. Taraqqiyot nimalarga bog'liq ekan? Qaysi nuqtalarga murojaat qilsak biz rivojlanib ketamiz? To'g'ri, turli usullar bor, turli o'sha dunyoning rivojlangan mamlakat tajribalari bor, lekin bugun biz anglayapmizki, biz turli tomonlarga chopib talpinishimiz kerak emas ekan. O'zimizning ichimizda, xalqimizda katta shunday ma'naviy merosi bor ekan. Bu meros bizni hamma tomonlama rivojlanishimizga juda katta hissa qo'shar ekan, ya'ni folklorshunoslik. Siz qiziqarli suhbat uchun sizga alohida tashakkur aytamiz. O'ylaymanki, keyin yana biroz vaqt o'tgandan keyin siz bilan bu borada yana bir jiddiyroq tayyorgarlik ko'rib bir suhbat qilamiz. Va bizni kuzatuvchilarimizga, bizni tomoshabinlarimizga mustahkam sog'lik, yaxshi kayfiyat tilaymiz va keyingi didorlashuv onlariga sog' salomat yetib olishimizni so'rab qolamiz. Xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik, hayotingizda go'zallik doimo hamroh bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.